Gulistonda eng arzon 40 sm lavashni qayerda yeyish mumkin? Ko'rib chiqamiz. Bugungi obzorimizda Best Food. Birinchi bo'lib 40 sm lavash, narxi 30 ming. Bunga 140 gram mol go'shti solinar ekan. Katalogiga o'zingizlar baho beringlar. Ichlari to'la, mazasi cho'tki, go'shtlari yumshoq. Undan tashqari chili souslari ham bepul ekan. Xuddi shuni tovuqlisi, narxi 25 ming. Bunga ham 140 gram go'sht solinar ekan. Ikkalasi ham bir-biridan mazali. Xohlasangiz undan, xohlasangiz bundan. Bittasiga bemalol to'yib, oshib ham qoladi. Mazasiga nisbatan ancha arzon. Bu 50 sm hot-dog. Narxi 30 ming. Ichida 4 ta kanadskiy sosiska, har xil turdagi go'shtlar, pomidor, bodring, markavcha, xohishingizga qarab har xil souslar. Gulistonga birinchi bo'lib bunaqa katta hot-dogni shular olib kirishgan. Bulochkalari ham yumshoqgina. Xullas buni kep yeb ko'rish kerak. Undan tashqari har xil hot-doglar, oddiysi ham, tuxumlisi ham bor ekan. Pomidor bodringlari bilan yomon sochni ketdi. Ratatouille nomidan kelganlar uchun shot 100 mingdan oshsa 1 litrli kola bonus. Manzil 4-mavze Rustam Bosimov maktabi ro'parasida. Yanada aniqroq manzilda profilimizdagi lokatsiya bo'limidan topsangiz bo'ladi. Bunaqa a'lo sifat va arzon narxdagi fast foodlar siz Best Fooddan topishingiz mumkin. Yanada shirin obzorlarni ko'rish uchun bizga obuna bo'ling.